Bismillahirrohmanirrohim. Alloh taologa hamd va sanolar bo'lsin. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga durud va salovatlar bo'lsin. Hazratimiz Mavlono Shams Tabriziy rahmatullohi alayhini muhabbat yo'riqlaridan mana imkon qadar o'rganib boryapmiz. Alloh taolo o'zi bizlarga yordam bersin. 21-qoidada u zot aytadilarki, bizlar bir-birimizdan farqli qilib sifatlantirildik. Alloh har kim bir xil bo'lishini iroda qilganida edi, shubhasiz shunday qilgan bo'lardi. Bu farqliliklarga hurmat ko'rsatmaslik, o'z to'g'riligini boshqalarga singdirishga harakat qilish, haqning muqaddas qonunlariga hurmatsizlik qilish deganidir. Mashaalloh, qarang qanday go'zal hikmat. Bunda Alloh taoloni juda bir mukammal bir ichki hislar bilan Alloh taoloni bir tushunishlik, anglashlik, ma'rifat bilan anglashlik yotadi bu yerda. Bizlar bir-birimizdan farqli qilib sifatlantirildik. Ya'ni Alloh taolo bizni hamma insonlarni bir-birimizdan farqli qilib yaratdi. Biz Alloh taoloni xilqatimizdagi ixtiyori va inoyati sababli bir-birimizdan turli xususiyatlarda yaratilganmiz. Har bir insonni boshqalardan farqli bo'lishida ilohiy bir hikmat, ilohiy bir maqsad bor, aniq. Agar Alloh taolo hammamizni bir xil qilib yaratganida, uning san'atidagi benazirlik va xilqatning mukammalligi yo'qolgan bo'lardi. Ya'ni Alloh taolo, bu Alloh taoloning sunnati hisoblanadi, odati hisoblanadi. Shundayki, hamma narsani Alloh taolo har xil qilib yaratdi. Har bir mevalar deymizmi, boya oldingi darslarimizda aytib o'tgandek, nimaniki qarasangiz, hammasi xilma-xil sifatda, xilma-xil tarzda. Bu buyuk Alloh taoloning ixtiyori bilan bo'layotgan narsa. Ya'ni boshqa mo'tabar kitoblarimizda ham ulug' zotlar aytadilarki, hatto kofirlar deydi, hatto kofirlar ham Alloh taoloning qahhor sifatini tajallisidir deydi. Ya'ni shunaqa bir zolimlar, shunaqa bir kufr ahllari bo'ladiki, mana yakson bo'lib ketgan Od qabilalari, Samud qabilalari, Lut qavmi yoki boshqa mana Fir'avn qavmi, boshqa ko'plab qavmlar, ko'plab qabilalarni Alloh taolo yer bilan yakson qildi. O'shalar kufr ahllari edi. Kufrda yashadilar, kufrda vafot etishgan. Mana shu insonlarni qaraydigan bo'lsa, barchalari bu Alloh taoloning qahhor sifatini tajallisi. Ya'ni Alloh taolo qahhor sifatini ularda ko'rsatgan. Ya'ni Alloh qay darajadagi qahhor zot ekanligini ko'rsatgan. Mana shu narsalarda, ya'ni bizni shunaqa bir xilma-xillikda yaratgan. Bizda o'sha tashqi ko'rinishimizdagi xilma-xillik, fikrlashlarimizdagi xilma-xillik, ishlarimizdagi xilma-xillik, qiziqishlarimizdagi xilma-xillik, bu tabiatga nisbatan, borliqqa nisbatan qarashlarimizning xilma-xilligi, mana bu narsalarni barchasi bu ilohiy bir maqsadda bo'layotgan narsalar va har birida Alloh taoloning tajallisi yotadi. Alloh taoloni sifatlari, Alloh taoloni o'sha borligini dalillari yotadi har bir narsada. Inson gunoh qiladi, tavba qiladi orqasidan. Va gunohkorlarning, xatokorlarning eng yaxshisi kim dedilar? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bu tavba qiluvchilar dedilar. Sizlar gunoh qilasizlar, tavba qilasizlar. Gunoh qilasizlar, tavba qilasizlar. Alloh at-tavvab zot, tavbalarni qabul qilguvchi zot. Alloh taolo g'affar zot, ya'ni istig'forlarni qabul qiluvchi, kechirguvchi zot. Alloh al-afu, Alloh taolo afv qilib, o'chirib yuboradigan, xato gunohlarimizni butkul o'chirib yuboradigan zot. Bu o'sha Alloh taoloni biz o'shunday qilib gunohlarimiz, ma'siyatlarimiz bilan yana Allohga qaytishimiz, Alloh taologa qaytganimizda uning rahim sifatlari, rahmon sifatlari bizga yana tajalli qilishdan boshlaydi. Yana biz Alloh taoloning ashu karim sifatlari bilan yana biz ozuqalanamiz.
Mana bu narsalar, butun jarayonlar bu buyuk Alloh taoloning marhamati bilan, ixtiyori bilan bo'layotgan narsalar. Ya'ni bu farqliliklarni tan olish, ularga hurmat bilan yondashish bu haqiqiy mana shu tasavvufning asoslaridan biri hisoblanadi. Mana shu farqliliklarni tan olamiz va ularga hurmat bilan yondashamiz. O'shaning uchun ham ya'ni hech bir jonga ozor berma degan qoidalar shu narsalardan kelib chiqiladi. Ya'ni farqliliklar borki, biz ularni farqliligini buyuk Alloh tomonidan ekanligini bilgan holda biz o'sha farqliliklarga nima qilamiz? Chiroyli hurmat bilan yondashamiz ana u narsalarga. Har bir insonni o'zi yo'li, hayoti va fazilatlari bilan o'zgacha bir boylikka ega, o'zgacha bir o'zgachalikka ega. Har bir inson, ya'ni o'zi yo'lini qarasangiz, uni yo'li boshqacha bir yo'l, fazilati boshqacha, muomalasi boshqacha. Har bir inson o'zi alohida bir olam deb aytdik-ku. Ya'ni mana shu narsalar. Endi har bir xilma-xilliklarga biz o'zimizni qarashlarimiz bilan, o'sha har xil turfa xil xilma-xilliklarga o'zimizni qarashlarimiz bilan biz ularni bir qolipga solishga harakat qilishimiz. Ularga o'sha o'zimizni to'g'ri deb bilgan tuyg'ularimizni singdirishga harakat qilishimiz. O'zimizni g'oyalarimizni singdirishga harakat qilishimiz. Mana bu narsalar Allohning yaratuvchi sifatiga nisbatan hurmatsizlik hisoblanadi. Chunki har bir inson ilohiy muhabbatning turli ko'rinishlari aslida. O'sha turli ko'rinishlaridan biri sifatida Alloh taolo yaratgan. O'sha ilohiy muhabbat bilan yaratilingan narsalar. Shuning uchun ham tasavvuf bizdan boshqalarni anglashga, ularni farqliliklarga hurmat bilan qarashga, ya'ni nima qiladi? Chaqiradi, shu narsalarni asos qilib belgilaydi. Ya'ni Alloh taolo ham mana Hujurot surasida ham aytadi, insonlar, ya'ni ma'nosida shu oyat ma'nosida keladiki, ey insonlar dedi, sizlarni bir erkak bir ayoldan yaratdik hamda bir-biringizni tanish olishlaringiz uchun millat qabilalarga ajratib qo'ydik deb aytadi va sizlarni ichinglardagi Alloh taoloning oldidagi hurmatliroqlaringiz taqvodorroqlaringizdir. Ya'ni kim Allohdan qo'rquvchiroq ekan, u Alloh taoloning huzurida hurmatliroq. Ya'ni mana shu oyatlarda ham, ya'ni Alloh taolo bizni, ya'ni bir ota-onadan yaratgani-yu, keyin o'zi Alloh taolo bizni bir-birimizdan alohida qilib turli xil qabilalar qilib yaratganini Alloh taolo aytadi. Ya'ni yana bir surada Alloh taolo yana Qur'onda aytadi, ya'ni ranglarimizni ham turli tuman qilib qo'yganini Alloh taolo aytadi. Va o'sha bizni turfa xilliklarimiz Alloh taoloning bir mo'jizasi, qudrati ilohiysi ekani-yu, biz endi o'sha turli tuman fe'ldagi odamlarni, turli tuman insonlarni o'z yo'rig'imizga solishga harakat qilishimiz, o'zimizni to'g'ri deb bilgan narsalarimizni ularga singdirib, seni yo'ling xato, sen bundoqsan deb ular bilan mashg'ul bo'lib ketishligimiz bu Alloh taoloning muqaddas qonunlariga nisbatan hurmatsizlik hisoblanlar ekan. Demak, bu narsalardan nima qilamiz? Ehtiyot bo'lamiz avvalo, chunki xilma-xillik, turfa xillik haqiqatan bu Alloh taoloning buyuk qonuni, Alloh taoloning asosi, sunnati, odati. Biz u narsaga, biz odamlarga nisbatan chiqarayotgan hukmlarimiz, singdirmoqchi bo'lgan narsalarimiz aslida Alloh taologa hurmatsizlik bo'lib ketishligi mumkin. Bu biz o'zimiz bilmagan holatdagi nimamiz, xatoyimiz bo'ladi va bu bizni Alloh taolo bilan oramizdagi yaqinlikni uzoqlashtirib yuboradi. Ya'ni bu haqiqatga erishish uchun inson qanchadir yo'llarni bosib o'tishligi kerak bo'ladi. Ammo Shams Tabriziy rahmatullohi alayhi ma'rifat ahli, haqiqat ahli bo'lgan bu zot, yani bor yo'q sirlarni, ya'ni baham ko'ryaptilarki, bu Alloh taoloning muqaddas qonunlariga hurmatsizlik.
uni boricha qabul qil. U zolimmi zolim, u munofiqmi munofiq, u kofirmi kofir, mushrikmi mushrik, mo'minmi mo'min, musulmonmi musulmon, xatokormi xatokor, kim u qanday, shundaycha boricha qabul qil, o'z yo'lingda ket va o'zing Allohning huzurida taqvodorroq bo'lishga, hurmatliroq bo'lishga harakat qilaver. Bo'ldi. Qolgan narsalarga sen shu hurmat ko'rsatib qo'y. Nima uchun? Chunki uni o'sha ilohiy maqsad bilan o'shanday qilib yaratilganda, u ilohiy maqsad bilan shunday qilinganligi uchun unga hurmatini ko'rsatib qo'yaver. Ya'ni o'sha uchun Alloh taoloni u yerda maqsadi borligi uchun, irodasi borligi uchun unga hurmat. Ya'ni o'sha Alloh taoloning qonuniga hurmat ko'rsatib qo'y. Bo'ldi, sen o'z yo'lingda davom etaver. Mana shu ya'ni bir-birimizdan farqliligimiz va albatta Alloh taolo ana hadis sharifda ham keladi, bizni suratlarimizga emas, balki qilgan amallarimizga qaraydi, qalblarimizga qaraydi. Qalbimizdagi narsa nima va qilayotgan amalimiz nima, bir-biriga mutanosibmi, bir-biriga mos keladimi, mana shu narsalarga qaray, bizni suratlarimizga, kiyimlarimizga emas. Ya'ni bu narsalar bizni haqiqiy Alloh taoloni tanishga olib boradigan go'zal bir yo'l va haqiqatan Alloh taoloning ana shunday muhabbatiga sazovor bo'lish uchun ham uning o'shanday qonunlarini bilishimiz, muqaddas qonunlarini bilishimiz va bu qonunlarga nisbatan hurmatimizni saqlashimiz kerakdir. Shuning uchun ham avvalgi zotlar aytadiki, tasavvuf butkul odobdir deganlarda. Demak, odob faqat u ko'chada, maktabda, oliygohda, ishxonada emas, balki hamisha Alloh taoloning huzuridagi odobdir. Odob bu hadlarni bilishlikdir, chegaralarni bilishlikdir va o'sha atrofimizdagi narsalarga nisbatan odobimizni ko'rsatishligimizdir. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Me'rojga chiqqanlarida qanday edilar? U ko'zlarini ham alanglatmadi, ikki yoqqa, u yoqqa, bu yoqqa qaramadi deb Alloh taolo maqtaydi. Ya'ni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam chiqqan eng yuqori cho'qqi bo'lmish Me'rojga hali insoniyat birortasi chiqmagan, chiqolmaydi ham. Mahluqotlardan hatto Jabroil alayhisalom ham chiqa olmagan maqomda ham Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'z odoblari bilan turganlar, o'z hadlari bilan turganlar. Bu narsa Alloh taologa mahbub kelgan va uni Qur'onda zikr qilgan. Shuning uchun ham tasavvufni butkul odob dedilar. Alloh taolo yaratgan narsalarga nisbatan hurmat saqlashimiz, o'zimizni haddimizni bilishimiz, mana shu narsalar Alloh taologa yaqinlashtiruvchi omillardir. Faqat namoz o'qishlik, faqat ibodat qilishlik emas, balki mana shu hayotiy tajribalarni doim hayotiy tajribalarni orttirib borishlik, Alloh taoloni yanada tanib borishlik mana shunday bir ilmlar bilan sodir bo'lar ekan. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.